Assalomu alaykum. Choponli aka, yana sizlar bilan birga 28 yoshimda YouTube ga qaytishga qaror qildim. Endi tez-tez sizlar bilan kitoblar haqida gaplashib turamiz. Bugungi gaplashadigan kitobimiz Vikas Svarupning Xarobadan chiqqan millioner kitobi. Kitob voqealari o'zbek kitobxonlariga ko'proq filmi orqali tanish bo'lishi mumkin. Aynan shu kitobdan olgan xulosalarim va kitobdagi ba'zi o'zgarishlar haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Qani ketdik. Kitob Hind diplomati Vikas Svarup tomonidan yozilgan. Uning yozilishiga sabab, afsuski hozirda Hindistonda mavjud bo'lgan sinfiy tabaqalanish va bu tabaqalanish oqibatida eng pastki qatlam deb ko'riladigan qatlamda dunyoga kelgan bolalar hayoti haqida o'qigan maqolasi va o'sha paytlarda kim millioner bo'lishni xohlaydi o'yinida g'alaba qozongan Buyuk Britaniya generali va uning g'alabasi o'yin ijodkorlari tomonidan noxolis deb topilib, unga qarshi ish ochilishi oqibatida ikkita voqeani o'qib qoladi va mana shu kitobni yozishiga sabab bo'ladi. Eng qizig'i, sinfiy tabaqalanishdagi eng jirkanch voqealarni Hind diplomati yozyapti. Qiziq. Kitobdagi voqealar filmidan juda katta farq qiladi. 2008-yilda mana shu kitob voqealari asosida Xarobadan chiqqan millioner kinosi olinadi. Lekin kitobni o'qish davomida men bir narsalarni sezib qoldim. Kitob ekranizatsiyalashtirilgan filmidan tubdan farq qiladi. 80-90% ga farq qiladi. Hattoki bosh qahramon ismi ham. Kinoda bosh qahramon ismi Jamol bo'ladi. Kitobda esa bosh qahramon ismi Ram Muhammad Toms. Ya'ni uchta e'tiqod vakillari tomonidan bitta tanlab qo'yilgan ism Ram Muhammad Toms. Kitobning asl nomi meni qiziqtirdi. Asl nomi savol va javob. Originalida Q&A. Ya'ni inglizchada savol javobga to'g'ri keladi. Ruscha variantida ham вопрос ответ. O'ylab qoldim. Nimaga bizga Xarobadan chiqqan millioner deb tarjima qilishgan? Xo'p, mayli, tarjima kitob nomlari, qanaqadir film nomlarini biz o'zbek tiliga moslab o'zgartirishimiz mumkin, lekin bunda yana bitta narsa bor. Nima deb o'ylaysiz? Bu kitobdagi qahramon millioner emas, aksincha milliarder bo'ladi. Tushunyapsizmi? Milliarder bo'ladi. What? Aynan kitob voqealarida bayon qilinadigan o'yin kim milliard yutib oladi. Mana orqasiga yozib qo'ygan. Ustida Xarobadan chiqqan millioner. Yaxshilab ko'ring. Orqasida esa kim milliard yutib oladi tele shousi deb qo'yibdi. Endi o'ylab ko'ring. Qahramon million emas, milliard yutib olyapti. Mayli u milliardni rupiyda yutib olishi mumkin. Uni dollarga o'tkazganimizda balki million bo'lar. Lekin bu tarjima nima deb o'yladim bilasizmi? Kino orqali bu kitobni o'zbek bozorida yaxshi sotishni o'ylashgan bo'lsa kerak. Agar shunchaki savol javob deb qo'ysa, kitobxonlar unchalik qiziqishmas, balki bilmadim. Ya'ni eng qizig'i, mana bu kitob dizayn, bu yangi dizayn, kitobning yangi dizayni, yangi dizayndagi mana bu belgilar ham kim millioner bo'lishni xohlaydi o'yindagi dizayndan olingan. Tushunyapsizmi? Ya'ni kitobni usti, ya'ni muqovasi umuman boshqa ma'no beryapti. Ichida esa umuman boshqa ma'no. O'yinni shunchaki yozuvchi boshqa bir o'yinga nisbat qilib o'zi nomlaydi, ko'rinishlarni o'zgartiradi. Lekin endi ekranga chiqarayotgan vaqtida rejissyorlar, o'sha kino ijodkorlar hayotda bor o'yin bilan birgalikda filmni olib chiqishadi va aytganimdek film voqealari 80-90% ga umuman farq qiladi. Undagi har bitta qahramon biz kinoda ko'rganimizdan umuman boshqacha. Kitobni tugashi menga yoqmadi. Sababi nimada bilasizmi? Ba'zi bir kitoblarni o'qiganingizda yozuvchi, ijodkor sizga bir qanaqadir so'roq qolib
tashlab ketadi-da. Ya'ni o'qigan kitobxonni o'zi tushunib olsin deb voqealarni qanaqadir joyda to'xtatib qoladi. Kitobxon o'z-o'ziga savol berib yuradi. Endi bu nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi yoki o'zicha mana bunaqa qahramon bu voqeadan keyin mana bunaqa bo'lishi kerak edi, bunaqa tugashi kerak emas edi degan savollarni o'ziga berib yuradi va mana shunaqa kitob o'qigim keladi-da. Ya'ni voqealar tugamasin. Voqealar o'z yo'lida davom etsin. Biz u kitob bilan keyinchalik ham yashaylik. Lekin bu kitobdagi voqea oxir-oqibat o'sha qahramonni katta boylikka ega bo'lishi va hayoti davomida o'sha ko'rgan kechirganlari, yo'lida uchragan qahramonlarga yaxshilik qilishi bilan tugaydi. Ya'ni biz filmlarda, multfilmlarda ko'rganimizdek o'sha hamma yaxshi murod maqsadiga yetibdi degan narsa bilan tugaydi. Bu tugash esa menga yoqmadi. To'g'risi o'zi mana shunaqa tugaydigan qanaqadir bir kino yoki multfilm ko'rsam o'ylardim. Qahramon masalan 20 yoshda shohning qiziga uylangan qahramon bo'ldi, endi 80-90 ga kirgunicha hech qanaqangi bir hayotda ajib voqealarga duch kelmaydimi deb o'ylardim. Bu kitobdan ham shunaqa xulosa oldim. Shunaqa gap. Kitob nomi bilan ichidagi voqealar umuman boshqacha. Biz millionerni emas, milliarderni uchratamiz. Lekin bitta narsa o'qishingiz uchun bitta sabab aytaman. Har doim bo'ladigan holat kinodan ko'ra bu yerdagi voqealar juda ham aniq tiniq qilib yozilgan. Ya'ni kitobni o'qish davomida Hindistondagi o'sha sinfiy bo'linishlarni oqibatlari, ular tushadigan holatlarni yana ham yaxshiroq his qilishingiz mumkin. Juda ham bir hozirgi qo'polroq chiqar jirkanchli ta'riflar bor, voqealarga nisbatan o'xshatishlar bor. Shu tomonidan kitobni o'qisangiz mumkin deb o'ylayman. Lekin men kitobni o'qiyotgan vaqtimda faqat kino bilan birga tasavvur qilib o'qidim. Shuning uchun ikki xil voqeani o'qiganday bo'ldim. Shunaqa video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Bundan keyingi kitob muhokamalarida qaysi kitoblarni olib chiqishimni yozib qoldirsangiz, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangiz juda ham xursand bo'lardim. Rejam bor kitob muhokamalariga yonimga yana bitta mehmonni taklif qilish va bu mehmon bilan birgalikda biz kitoblarni ko'rib chiqamiz. Juda ham esib ketdim. Havo 40 gradus. Video olguncha men ham telefonam qizib ketdi. Bo'ldi.